erimni telefonini titkilab boshqa ayollar bilan gaplashganini topib oldim. Nima qilishim kerak? Ana. Topib oldingizmi? Zo'r narsa topib olibsiz-da, ha? Endi baxtli bo'lib ketasiz. Xuddi oltinni qidirgansizda eringiz telefonidan, ha? O'sha eringiz telefonda baxtingizni qidirdingizmi? Topdingizmi endi baxtingizni? Ha? Titkilab shu sassig'ini topdingizmi? Endi saslayib o'tiraverasiz. Nima xohlaysiz telefonda? Nimani topmoqchi edingiz? To'g'risini aytaymi? Boshida o'zi niyatingiz buzilgan. Eringizni telefon titayotganingizda o'sha yomon gumonda, yomon xayolda titgansiz. Hozir topaman. Sen iblos boshqa ayollar bilan gaplashyapsan. Menga xiyonat qilyapsan. Aniq bilaman xiyonating bor seni deb turib, shu niyatda ixlos va niyat bilan qidirgansiz. Mana niyatingizga yetishdingiz, topdingiz mana. Atalani pishirdingiz mana. Shu kerakmidi sizga? Sizga shuni o'rgatgan la'nat shayton bo'ladi. Ering telefon tit bor, topasan deb mashedizga olib kirdi shayton miyangizga va titdingiz o'sha gapi bilan. Nimaga erishdingiz mana? Boshida yaxshi gumon qilmaysizmi? Yo'q, Robbim, erimni telefon titmayman. Sen o'zing ko'rib turibsan-ku, erimni. Men senga ishonaman. Sen erimni telefonini ham, qalbini ham, har bir qadamini biladigan Robbimsan. Men erimni telefoniga emas, senga ishonaman, Robbim. Deb turib Xudoga qo'yganingizda shu narsani. Mabodo eringizni telefonda shunaqa narsalar bo'lganda ham Xudo yig'ishtirib yuborarmidi? Yig'ishtirib yuborishga qodir edi. Ya'ni Xudo eringizni tozalab qo'yardi, qalbini tozalab qo'yardi. Siz yo'q. Faqat shayton bilan kelishib turib, shaytonning gapiga kirib, eringizni telefon titdingiz va topdingiz. Shu niyatda titgansiz o'zi telefonni. Endi nima qilishim kerak deyapti. O'rgatsin endi shayton yana. O'rgatsin endi telefon titishni o'rgatdi. Eringizni telefonni titishni o'rgatdi shayton. Yomon gumonda hayollar surishni o'rgatdi. Yomon hayollarga olib bordi shayton. Topib berdi shayton. Endi nima qilishni o'rgatmayaptimi? O'rgatadi yana. O'rgatadi. Endi unda bunga ko'rsat deydi, ota-onasiga ko'rsat, qarindoshlarga ko'rsat deydi. Yuziga sol deydi, urush qil, janjal qil deydi. Bunaqa erkakman nima qilasan, yashab deydi, o'zingdan baxtli bo'lasan deydi. Undan zo'rlari sen qarab turibdi deydi. Bolalar uchun yashaysan, o'zing uchun yasha, dunyoga bir marta kelgansan deydi shayton. Hali ko'p narsani o'rgatadi sizga hali. O'sha la'natin gapiga kirsangiz, ko'p narsani o'rgatadi. Oxiri hayotingizni parokanda qilib, sizni sahr qilib, diqqat qilib, kasal qilib, qaritib, go'rga tiqadi.